Belgi rejasidan 1 yil oldin kelib yaxshi va profilaktika kelgan bemorimiz hamda yangi bemorimizda qanaqa o'zgarganlarini qisqacha sizlar bilan o'rganmoqchimiz. Assalomu alaykum. Sizlar bilan belgi reja dispetcher mutaxassisi vertebrolog Zuhur Nazarov hamda ikkita bemorimiz bo'ladilar. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. O'tiravering. Sizni birinchi kelishingiz edi. Shuni hisobiga birinchi sizdan so'rab olaylik. Qattiq og'riyotdi kelganingizda. Yanımda bana şu tamamen seyir başlama ayol işi yürülmeyelim. Hop. Endi bu demek ikinci kurs gelişim. İkinci kurs kelishingiz. Akamiz har kuni 4 kilometrda piyoda harakatlar yurishlar qildilar. Yura oldingizmi 4 kilometr? 4 kilometr yurib, hozirga Allohim yaxshi. Taxminan necha foiz? 50-60% yaxshi. Og'riqlar kamaydi, og'riqlar yo'q. Shu bitta Oldingina emas. Bo'ldi. Endi ish qurilishdami? Qurilishga ishla olasizmi endi bor? Ishlayman. Xudo xolisa ishla olasiz. O'z narsalar ko'tarishingiz, harakat qilishingiz ko'z yetyapti. Qurilishda ishlab harakat qila olishlari ko'zlari yetyapti. O'tirib oling, rahmat. Tog'a, oldingi safar keluvdilar, jiyanlarni jo'natdilar, o'tiravering. Ko'p odamlarni jo'natib tashlashlariga nima sabab bo'ldi ekan? Bitta so'raymiz. Ahvol qanday? Xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Demak, birinchi kelganingiz 1 yil oldin edi. Xuddi shunday. Qanday og'riqlardan keldingiz? Men o'zim tavsiya etaman. Mana shu bizda bu kishini shu ko'rsatuvlarni ko'radigan odamlarning hammasiga dori-darmonlarni maksimal darajada men olib ko'rdim. Eng uzoq 2 oyda bo'ldi to'xtadi. Yana shu ahvol yana bir tomondan tortishib, og'riq juda kun sayin ko'payib borar edi. Men mana shu Instagramdan, YouTube kanallaridan ko'rib akamga keldim. Albatta birinchi marotaba men o'tgan yil ham mana shu yerda 5-noyabrga kelib muolajalarimni 3 marotaba olib ketib, Rossiyada ravno 1 yil xizmat qilib keldim. Xudoga shukr, hech qanday menga og'riqlar bezovta qilgani yo'q. Lekin ozginagina menga qandaydir bir o'zimda ayblarim bilan sal og'riq sezganimni bilib, men yana bir marotaba shu profilaktikani qaytarmoqchi bo'ldim. Shuning hisobidan men hammalaringizga tavsiya qilaman. Meni bu kishi og'aynim emaslar, qarindoshim emas. Faqat vaqtlaringizni behudaga o'tkazmanglar, iltimoslardan. Mana jiyanlari keldi. Ustozlar she'riy bo'lishadigan she'riylari keldilar. Salomlarni yetkazib turishdi. Oxiri o'zlarini ham ko'rishga muvaffaq bo'ldik. Biz aytamiz, erta yaxshi bo'lib ketganingizdan keyin ham profilaktika uchun qilib turish shart. Grijani bir umr polniy yo'q qilib yuborish uchun har doim trenirovkada yurish kerak. Lekin hammani ham har kuni trenirovka qilib yurishga kuchi, irodasi, agar kuchi bilan irodasi yetsa ham vaqti yetmaydi. Ishlab yurgan odam mana musofirda yurganlar biladilar, baribir bir necha yil ishlab keyin ishchi bo'lmaydi. Pulli yig'ib kerak deb borishadi. Buni ham xuddi shunaqa borib Qozog'istonda ishlaydilar. Avval soqqani qiling, keyin ertaga shuni ishlatib mazza qilib dam olib borishadi. Mashq qiling deb borishmaydi. Shuning uchun profilaktika qilamiz. Vaqt o'tishi bilan shunda greja hech qachon bezovta qilmaydi. Muolajalarni boshlaymiz, manual terapiya uchun yotib o'rganamiz. Boshladi. Birinchi qizdirib olinadi yaxshilab, oyoqlar osilish jarayonlarida bo'shashib, mazza qilib, yana tortishib qolmasligi uchun bo'shashtirib olinadi. Keyin bo'lsa, bel ezilib, siqilib qolgan, shuni cho'zish uchun osish muolajalari qilinadi. Mutlaqo tabiiy, hech qanaqa dori-kor, tabletka ishlatmaymiz. Grijangiz bo'lsa, pastki nomerga murojaat qilasiz. Biza qizdirishdan keyin cho'zishga moslab yumshatib olish uchun manual terapiya jarayonlarini boshlaymiz. Yonboshqa bo'lsangiz bo'ladi. Boş koyacağız. Çok. Boylar zo'r tortildi, bolalar oyoqlarni boylashdi, tortishyapti va biza osilish jarayonlarini boshlaymiz. Ketdik. Bismillah.
Akamiz mana ikkita barmoqlarni osirish jarayonlari 1 bonuslari bilan deydi. Qurilishda bemalol ish olishlari uchun bonuslari bilan 10 taraf zarb berib tashladik. Barmoqlarni yechamiz, sirazi gaplashamiz. Nima uchun? Chunki 10 ta zarbadan keyin barmoq og'rimadi lekin. Aka barmoq joyidami? Barmoqlar joyida. Bezot qilmadimi? 10 ta zarba bemalol olsa bo'ladimi? Bo'ladi. Qo'rqmasdan kelaverishsinmi? Qo'rqmay kelaversin. Barmoq uzilib ketadi deb o'ylaydi ko'pchilik. Uzilmaydi. Men o'zim birinchi kelgan o'sha deb o'ylayman. Barmoq tepada qolib ketadi deb o'ylagansiz. Joningiz sog' bo'lsin. Rahmat, kirib olamiz. Oh. Cho'tki. Bismillah, ketdi. Yana bitta akamni osilish jarayonlari. Hoppa. 10 ta zarba, chakana zarba bo'lmadi. Normal kuch bilan urildi. O'tirib olamiz. Oyoqqa yechuramiz. Endigina barmoq yechdik, 10 ta zarba berildi. Qanday bo'ldi? Juda yaxshi. Og'rimadimi? Yo'q. Tepada qolib ketmaydi barmoqlar. Ko'pchilik shuni qo'ylaydi. Agar oldingi yil osilganlarida barmoqda muammo bo'lganda, og'rish bo'lganda, bu yil yurak yutib tashrif buyurmagan bo'lardi. Keldilarmi, demak hammasi yaxshi. Tavsiya qilasizmi? Albatta. Men Tavsiya qilishingizni bilaman endi. ba'zi narsalarda уже ограничение bo'lib qolgan menda. O'rganish uchun. Ha, уже вообще hozir men albatta mana 3-marta muolaja qilganda hamma misol uchun mana shu qilayotgan mashqlaringizni hammasini bajarib olaman. Qila olasiz, bemalol. 10 kun davomida bo'laman 3 marotaba muolajani olib bo'ldim. Men roziman, siz rozimisangiz bo'ladi. Bu yog'iga mana endi nima qilishni biladilar. Bir yil ichida Xudo xolasa, yana qamishdan bir bog'lab ishlaydilar. Joni sog' bo'lsin tog'a. Yaxshi yilga ko'rishaylik. Hech qachon kasal bo'lmang. Faqat keyingi safar ham profilaktikaga keling. Albatta. Agar xizmat bo'lsa, pastga murojaat qilasiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, o'zingiz asrang. Salomat bo'ling.